Assalomu alaykum. YouTube, Instagram, Telegram kanal kuzatuvchilarimiz. Mana skalatimizga yangi partiya Promach fermasini, Chag'dash fermasini, ya'ni Promachi bo'lgan 50 kilogramlik original meshalkalarimizdan kelgan. Kimga nechta kerak bo'ladigan bo'lsa, buni qozonlari nima uchun yo'q degan savollar bo'lyapti. Buni qozoni alohida turadi. Hozir sizga qozonlarni ham ko'rsatib o'taman. Bular o'zi alohida keladi. Mana shunaqa holatda tushirib taxlab qo'yiladi skalatimizga. Baribir kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda masalan 5 ta, 10 ta, 20 talab olaman deydiganlarga ham optim narxlari alohida. Donaga ham birinchi qo'l bo'lganligimiz uchun unaqa qimmat emas, narxlarimiz juda ham chiroyli. Xudo xohlasa mahsulotlarimizga garantiya bilan, kafolat bilan bor. Ekraningizdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, batafsil tushuntirib beramiz. Bu navoiylarimiz uchun 50 kg un qor beradigan, ya'ni 30 kg dan 50 kg gacha bo'lgan unni qor beradigan original bo'lgan haqiqiy Turkiyani meshalkalari. U yoq bu yoqda yig'iladigan zborka emas. Mana qozonlarni ko'rishingiz mumkin. Mana qozonlar mana shu joyda. Qozonlar alohida bo'ladi. Xo'p, qolgan narsalar mana samovarlar, suyagarralar, hammasi optim narxda bizdan xarid qilishingiz mumkin. Oshxona, restoran uchun nimaga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizdan topishingiz mumkin. Aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Bizda yana original o'zimiz ishlab chiqaradigan grill apparatlarimiz hamda Turkiy turistskiy bo'lgan 6 konforkali gaz plitalarimiz, rastoykalarimiz, suyagarra, xullas kimga nima kerak bo'lsa oshxona sohasida barchasidan bizda bor.